Assalomu alaykum. Bugungi kunda Telegram ilovasi rivojlanib, ommalashib boryapti. Rivojlanishga kelsak, ushbu messenjerni o'zini fishka va layfhaklari YouTube va Telegram shaxsiy kanallarida kuzatishingiz mumkin. Ya'ni ommaga ko'tarilmagan, berkitilgan ba'zi komandalar orqali bajariladigan qo'shimcha funksiyalari mavjudligini ushbu videoda birgalikda o'rganamiz. Ulardan bittasi Telegram razrablari vizualizatsiyani kuchaytirish maqsadida emojilarga animatsiyalar qo'shib qo'yishgan. Ulardan foydalanish uchun har bir jo'natilgan smaylikni ustiga tezda 5-11 marotaba bosishingiz kerak bo'ladi. Ayrim emojilar uchun o'zini animatsiyalari mavjud va qo'shimcha ba'zi emojilarga tebranish xislatlari ham bor. Masalan, yurak emojisini jo'natib 5-11 marotaba bossak, telefonda yurak ritmidagi tebranish beradi va suhbatdoshingiz ham ushbu tebranishni sezadi. Albatta, agar ushbu funksiya yoniq bo'lsa. Ba'zi tanishlarimizni shunday odatlari borki, tebranish funksiyasi yoniq bo'lsa ham javob qaytarishni xohlamaydi yoki ba'zi sabablarga ko'ra siz bilan muloqot qilishdan bosh tortyapti. Agarda akkauntiga kirganligini bilishni xohlasangiz, shunday fishkasi bor. Misolan, ushbu suhbatdoshimizga yozamiz: "Do'stim, bormisiz?" va yuborishdan oldin ushbu jo'natish samolyotini bir necha daqiqa bosib tursak, bizda 3 ta qo'shimcha funksiya ochiladi. Bulardan bittasi keyinroq jo'natish, ya'ni agarda do'stingizni yoki yaqinlaringizni biron bir bayram bilan oldindan tabriklab qo'ymoqchi bo'lsangiz, ushbu tugmachani bosib sana va soatini belgilab yuborib qo'yishingiz mumkin. Shunda ushbu xabar belgilangan sanada suhbatdoshimizga boradi. Eng pastida esa agarda ovozsiz xabar yubormoqchi bo'lsangiz, ushbu tugmachani bosib yuborishingiz mumkin. Va tepada aytib o'tganimdek, biz bilan muloqotdan bosh tortgan suhbatdoshimizni Telegramga kirganligini bilish uchun ushbu o'rtadagi "Когда в сети" rejimini tanlab jo'natsak, ushbu do'stimiz Telegramga kirishi bilan bizga bildirishnoma keladi. Shundan bilib olamiz, bu funksiya ko'p narsalarga foyda berib qolishi mumkin va bundan ham ko'proq foyda beradigan funksiyalardan bittasi bu Telegram papkalarini o'zimizga moslashtirish. Moslashtirish deganimda, ko'proq odamlar Telegram prototiplarini ishlatishni ma'qul tutishadi. Bulardan bittasi Telegram Plus. Nimaga desangiz, ushbu ilovani yuklaganingizda papkalar sozlamasi va boshqa sozlamalari bilan yuklanadi. Lekin Telegram ilovasida ham ushbu sozlamalar mavjud va xavfsizroq deb bilaman. Chunki ushbu ekraningizdagi Telegram Instagram tili bilan aytganida official website. Shuning uchun meni tavsiyam Telegram ilovasini yuklab o'zingizga moslashtirib olsangiz bo'ladi. Tepada chap tomonda 3 ta chiziqchani bosamiz. Sozlamalar, papka с chatами, создать новую папку, добавить chati. Bu yerda tanlashingiz kerak bo'ladi. Boshlanishiga kontakt, ne kontakt, gruppa, kanal, bot degan papkalarini shu tarzda bitta tanlab saqlanit qilamiz. Ushbu papkalar kerakli bo'limlarga bo'lib berishadi. Ularni qo'shib bo'lgandan so'ng yana o'sha sozlamaga kirib, tepada o'zimizga moslashtirib papka nomini misolan ishxona deb yozamiz. Pastida o'zimizga kerakli kanal, gruppa, akkaunt botlarini kirgazib, ushbu papkaga joylab saqlab qo'yganimizdan so'ng glavniy menyuda yana bitta papka paydo bo'ladi. Ushbu papkani kerakli odamlarga silka ochib jo'natib qo'ysangiz, ularda ham shu papka glavniysida joylashib qoladi va videoda yakunlashdan oldin xavfsiz tizimiga e'tibor qaratamiz. Bilsangiz, sozlamalar ichida двухэтапный autentifikatsiya degan funksiya bor. Buni yoqishga tavsiya beraman, chunki agar o'zingizni shaxsiy ma'lumotlaringizni qadrlasangiz, yoqib qo'yganingiz ma'qul. Ushbu sozlamani ichiga kirib, parol kirgizganimizdan so'ng bizdan pochta manzilimizni so'raydi. Ishlatib yurgan manzilni esda qoladigan parolingizni kirgazib qo'ying.
Keyinchalik raqamingizga dostуп bo'lmagan holatda ham pochtangiz orqali kirsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda Telegramimizda rasm, do'stlarimiz, kontakt va boshqa muhim fayllar ham bo'lishi mumkin. Shunday holatlar bo'lyapti. Telegramdan chiqqanimizdan so'ng o'zimizni aybimiz bilan bizni Telegram akkauntimizga kirib olishadi. Shuni oldini olish maqsadida boshqa qurilma orqali kirsangiz ushbu parol pochta manzilimizga keladi. Shu orqali ochib olsa bo'ladi. Ko'plab odamlarning akkauntlari o'zlarini aybi bilan qulflanib yoki boshqa noma'lum shaxsning qo'liga tushib qolyapti. Bulardan bittasi noma'lum fayl kelsa ochib qo'yish, web brauzerlar orqali Telegramga kirib akkaunt holatini faol holatida qoldirishlardan chiqib kelmoqda. Agarda akkauntingiz qulflanib qolgan bo'lsa, keyingi roliklarimizda buni ochishni va xavfsizroq qilib to'liq o'zimizga moslashtirishni o'rgatish rolikini tashlayman. Bizni kuzating, bizda faqat faol va foyda beradigan ma'lumotlar bo'ladi.